Xabaringiz bor, Prezidentimiz ishtirokida mamlakatimiz madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda adabiyot, teatr, kino, musiqa, tasviriy va amaliy san'at sohalarining yetakchi vakillari, shoir va yozuvchilar, aktyor va rejissyorlar, bastakorlar, rassomlar, haykaltaroshlar hamda san'atshunos olimlar ishtirok etdi. Uchrashuvda milliy madaniyatni asrash va targ'ib qilish, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, madaniyat muassasalari faoliyatini takomillashtirish, sohadagi mavjud muammolar va ularning yechimlari atroflicha muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari tomonidan madaniyat va san'atni xalq ma'naviyatining tayanchi sifatida yanada rivojlantirishga qaratilgan qator muhim vazifalar belgilab berildi. Balet artistlari, raqs ansambllari artistlarini ijodiy faoliyati 20 yil. Ya'ni 20 yil ijodiy ishlab berish kerak. Bu juda og'ir kasb bo'lgani uchun, salomatlikka juda katta ta'siri bo'ladigan uchun oxirgi yillarda artistlarni, raqqosalarni ishlashi juda og'ir. Mana qarang, shu narsani biza kiritgan taklifdan inobatga olishi mana 15 yilga, 20 yildan 15 yilga tushirildi. Ba'zilarini o'zlarini ishlash joyida raqs zallari yo'q. Ya'ni moddiy texnika bazasi juda yomon ahvolda edi. Mana qarang, kecha buni ham eshitdik. Mana shu Yangi O'zbekiston hududida maqom saroyining yonida endi raqs saroyi ham katta raqs saroyi qurilib berar ekan. Mana uni ham tezroq proyektini qilib beringlar, hurmatli prezident. Ko'rib chiqaylik, bularga chiroyli joy qilib beringlar. Ijod uchun, ishlash uchun yaxshi sharoitlar yaratib berdi. Mana bu ham bundan keyin qanaqa qilib ishlamaysan? Biz mana har yili yosh talabalik, iqtidorli talabalarimizni yoki xoreografiya maktabi o'quvchilarini har xil konkurslarga yuboramiz. Agar respublika konkursida g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, 100 million so'm. Biz uchun bu misli ko'rilmagan pul, e'tibor. Qarang, xalqaro konkursda qatnashing 300 milliongacha berilar ekan. Bundan keyin talabalar hozir birin-ketin men raqsga men ko'rik tanlovga boraman, men festivalga qatnashaman deyshadi. Bundan tashqari bularni tayyorlagan, mana menga juda shu narsa ham muhim edi. Bularni tayyorlagan o'qituvchi ustozlarga ham ish haqiga 100% ustama haqi to'lanib beradi. Ya'ni to'lanib bergandan keyin ustoz ham bemalol ishlagisi keladi. San'atkor odam ma'naviy boy bo'ladi-da o'zi. Ma'naviy boy bo'lsangiz, hamma narsa bo'ladi. Masalan, ayniqsa bizning baxshichiligimizda ham, dostonchilikda otam aytaradi, baxshi boy emas deb, qayta baxshi boy bo'ladi ekan. Ma'naviy boy bo'ladi ekan. Chunki dostonlarimiz, tariximiz buning ichida tarbiya, yurtda bo'lgan sadoqat, sevar yara, ota-onaga, do'st dushmanni ajratish, hammasi tarbiyaviy tomondan. Shuni muhitda biz katta bo'ldik. Endi qarang, menga ham shu ozgina bir kamtarona xizmatimiz bilan shu baxshichilik yo'nalishi bo'yicha menga ham topshiriqlar bo'ldi. O'zbek prezidentimiz tomonidan. Buni dedi hammamiz qilishimiz kerak dedi prezidentimiz. Gapirib turibdi, endi ichiga kirib men birinchi marta ishtirok qilishim, hayron bo'lib qoldim. Mana bizga imtiyozlar berilib, endi shu borib qishloq maktab, muzika hamma joylarga viloyat yurib, shularni topib, qarang, imtiyozlarimizga qarang, biletlarimiz ham bepul, samolyotda bo'ladimi, nimada bo'ladimi? Sihatgohlarda dam olish, endi u aytaversak, bu hali o'zimiz ham uchib yuribmiz. Keyin gastrollar qilsak, haligi soliqlardan ham ozod. Endi shu prezident shunday qilib topshirgan ekan, endi qo'ldan kelgancha yurtboshimizni shu bizga topshirgan topshiriqlarni bajarishga harakat qilamiz. Iloyimiz yurtboshimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Shunday baxtli shu zamonda san'atkorlarni shunday qo'llab-quvvatlab turibdi. Hamma vaqt to'y ko'p bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'laversin.